Xayrli kun. Bizga murojaat qilganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Sayyohlik kompaniyamiz sizga unutilmas onlarni taqdim etadi. Sayohatlarni bugunoq bron qiling va unutilmas onlardan bahra oling. 5-yo'nalishda mijoz buyurtma bilan. Bir soniya, kutganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Hayotingizni har bir lahzasi biz uchun juda ham muhim. Biz faqat VIP mijozlar bilan ishlaymiz va ularga eng yuqori darajadagi xizmatni taqdim etamiz. Orzuyingizdagi sayohat kafolatlanadi. O'zimga qavatim kelyapti. Mana kimdan o'rnak olish kerak? Qo'rshqonlarni uchmaydi deb kim aytdi? Ular haqiqiy burgutlar. Ularning har biri bir oy ichida 3 tadan buyurtma olishga muvaffaq bo'ldi. Yana biri esa guruh uchun tur rasmiylashtirdi. Bo'lishi mumkin emas. Tezkorlik, beshafqatlik va hujjatlardagi aniqlik, aynan shu qobiliyatlar senga ular qatoridan o'rin olishga va kompaniyaning daromadini oshirishga yordam beradi. Tezkorlik, beshafqatlik va hujjatlardan aniqlik. Bular meni qo'limdan keladi. Men tayyorman. Ularning ko'pchiligi ishni dastlabki xronobutlar zamonidan boshlaganlar. Birga bo'lsak bo'ldi, birga bo'lsak bo'ldi. Qolganini esa farqi yo'q. Birga bo'lsak bo'ldi. Ammo navbatdagi sug'urta to'lovidan so'ng biz texnik bazamizni yangiladik. Xronopult 1.0 rusumi. Uni ishlatish paytida siz bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng yomon ish bu uning yo'q qolishi. Albatta, Sef. Menga ishonchingiz mumkin. Men axir agent 3630 man. Hozircha ish o'rganuvchi uchun 1630. Sizning yordamchilaringiz animatorlar, mijozlar xursandchilikni xush ko'rishadi. Bo'ldi. Emigrantlar hukumatning xorijliklar bandiga dasturiga asosan shunday qilib ish o'rganuvchi 3630 yodingizda tuting. Kompaniyamizning uzoq yillik obro'si endi sizning qo'lingizda. Axir bundan buyon siz Deja Vu elita sayyohlik agentligi vakilisiz. Tabriklayman. Quvnoq do'mboqchalar. Deja Vu. Dunyomi? Agar majoziy ma'noda bo'lsa. Davom etamiz. Qo'zivoy, seni taklifing. Loto, sabr, toqat va ehtimollik nazariyasi o'rtasidagi bellashuvdir. Loto bo'lmaydi. Tuni bilan tosh tashlash juda zerikarli. Mana erudit, aqlni charxlash uchun eng ma'qul o'yin. Ana shu haqiqiy zavq bag'ishlaydi. Bo'lmasa qo'rqmasdan ikkala punktni ham kiritib olaylik. Anchadan beri bunday maza qilmagandik. Bo'lgancha bo'la qolsin. Ukoy, senda qanday yangiliklar? Zo'r yangilik. Bilasizmi, Oliviyega qaynatilgan sildirey qo'shishga qaror qildim. Noodatiy. Bayramdek bo'ladiganga o'xshaydi. Biz bir insonlar. Buni bilib qolmasa bo'ldi. Men hech kim bilmasin demaganmidim sizga. Hormanglar. Xo'sh, zerikarli kengashingiz qanday qaror qabul qildi? Ham loto, ham eruditmi? Bir kecha uchun juda ko'plik qilmaydimi? Qo'shilaman, lotoni olib tashlasa ham bo'laveradi. Nima hazillashyapsizmi? Bayram juda zo'r bo'lish kerak. Mushakbozlik va surprizlarga boy.
Ya, ajoyib bo'ladi-da o'zi. Olivyedagi selderey syurpriz bo'lolmaydimi, a? Yonvoy, sendan iltimos, bu safar yana bir ishkalni boshlab yurma. Bu axir maymoqvoyni tug'ilgan kuni. Uning uchun bu unutilmas kun bo'lish kerak. To'ppa-to'g'ri, o'tgan yangi yil bayramidekmi? Yoki maslinitsada ekinlarni yoqib yuborganingdekmi? Hosil bayramidan keyin esa tikanvoy masxarabozlardan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Masxarabozlar. Ya, biz kichkina oddiy bayram uyushtirmoqchimiz. Toshqinlarsiz, quyularsiz, kichik terma yadro portlashlarsiz. Xo'sh, ozgina zerkarli bo'lsa ham bo'laveradi. Bizga farqi yo'q. Keyin masxarabozlarsiz. Meni chuv tushirmoqchimisiz? Xavotirlanmang, men bu kabi bayramlarni uyushtiraverib piri bo'lib ketganman. Undan ham zo'r bo'ladi. Siz bu bayramni hech qachon unutmaysiz. Menga ishonavering do'stlarim. Maymoqvoy, kechir, biz urinib ko'rdik. Masxaraboz. Ana, bu dunyodagi eng kerakli kitobcha. Alo, xonim, bu mushakbozxonami, ha? Bo'ldi, yonib ketdi. Yaxshi, qilich yutuvchilarni taklif qilmoqchi edim. Qanaqasiga tugaydi? Delfinlarga parak o'rnatsak-chi? Blaster bilan. Sizga avval murojaat qilganman, masxarabozlarcha. Nima ishlashmaydimi? Tipratikandan qo'rqishadi deganingiz nimasi? Nahotki bu dunyoda hamma shunaqa zerkarli bo'lib ketgan? Deja-vu agentligi. Deja-vu agentligi eshitaman. Salom, xonim. Aytingchi, sizda masxarabozlar bormi? Murojaatingiz qabul qilindi. Agentimiz yo'lda. Alo, xonim, alo. Xayrli kun. Noodatiy. Nima? Judayam boshqacha deyapman. O'zingiz o'ylab topdingizmi yoki dizaynerga murojaat qilganmisiz? Tushunmadim. O'zlari kim bo'ladilar? Deja-vu agentligi yangi mijozni qutlaydi. Tushunarli. Siz masxaraboz bo'lsangiz kerak. Demak, shunday masxaraboz sizdan 8 mushug'ni vaqtini choq qilish talab etiladi. Ularga haqiqiy bayram qanday bo'lishini eslatib qo'yish kerak. Hozir bizga 8 kishilik turga buyurtma bermoqchimisiz? Sizni quchoqlab o'pib olardim-u, ammo kompaniya qoidalari bunga yo'l qo'ymaydi-da. Topdingiz. 8 mushug'dan iborat eng zerkarli kompaniya. Nima deyotganimni tushunayotgandirsiz? Ayni moment. Hozir shartnomani yes qilamiz. Hey, cha-cha. Pulini naqd to'laysizmi yoki kartadanmi? Kartadan bo'lsa kerak. Juda yaxshi. Kimsiz? Besamo muchacha. Hey, muchacha. Senyorita muchacha. Yordamchilar bilan tanishtirishga ijozat bersangiz. Trios, Gringos, Mexicos. Olala. Xo'sh, nima bo'layotganini menga tushuntira olasizmi? Nima taklif qilmoqchisiz? Fokuslarmi yoki musiqami? Yo'q, agentligimiz vaqt bo'ylab real sayohatni taklif etadi.
Siz o'zingiz istagan vaqtga sayohat qilishingiz, eng muhimi tarixiy voqealarda ishtirok etishingiz, daholar bilan suhbatlashishingiz, dinozavrlarni ovlashingiz, qaroqchilar kemasini cho'ktirib, piramida qurilishida qo'llarni boshqarishingiz mumkin. Bularning barchasini Deja Vu agentligi patentlangan ushbu ixtiro 1.0 rusumli xronopul yordamida amalga oshirasiz. Xo'sh, nima deysiz? O'z yotog'imdan oyga uchira olasizmi? Stipendiya. Shubhangiz bormi? Istasangiz, sizni 5 daqiqaga o'tmishga yubораman. Sinovdan o'tkazsa. Qo'rqmang. Xo'sh, qo'lim ukoy tayyorlagan jeliga tushgandek bo'ldi. Sinab ko'ring, afsuslamaysiz. Yo'ling bexadar bo'lsa bu chashon. Cha-cha, muchacha. Macha, mucha, machucha. Cha-cha, muchacha. Caballero fetucha. Voy bu, bunaqasi hali bo'lmagan. Qo'lim ukoy tayyorlagan jeliga tushgandek bo'ldi. Sinab ko'ring, afsuslamaysiz. Biz ikkidamizmi? Voy xudoyim, bu matohingiz ishlayapti. Sen kimsan? Tanimayapsanmi? Men bu sen. Faqat 5 daqiqa farq bilan. Juda zo'r-ku, juda ham zo'r. Ikki kurosh bu haqiqiy kuroshlar degani. Yaxshi, ikkingizdan birini 5 daqiqa ortga qaytaraman. Bu qoidalarga to'g'ri kelmaydi. Kerak emas, bu axir zo'r-ku. Zo'r. Juda zo'r. Axir biz bir xil fikrlashimiz kerak-ku. Shundaymi? Shunday. Hozir meni xayolimga nima keldi? Selyodka. Topding. Endi esa mazza qilib charchagunimiz joydaymiz. Qo'ying. Endi esa yana to'ygunimiz joydaymiz. Ajoyib bir mazza qilaylik. Quyam bo'lib bir mazza qilaylik. Uch tarixiy yo'nalish bo'ylab guruh sayohati, sarguzashtlar, xavf-xatar, hayajon, barchasi birgina sayohatda. Shu yerga imzo qo'yib Albatta, imzo bo'lsa imzoda. Mana ulardan menda million. Evolyutsiya bug'ular qabilasini intellektual jihatdan eng rivojlanganlardan biriga aylantirdi. Shunday qilib, ekzekutsiya uchun 64 ball. Salatdan tatib ko'ringlar. Biz aql uchun ozuqani ko'proq xush ko'ramiz. Marhamat, sildireyli salatdan tatib ko'ringlar. Qimirlayotgan taomlardan sal shubhalanaman-da. Ukoy, men selderayni hammasini yeb qo'ydim. Endi esa ozgina asalingdan ber, iltimos. Shoshmay tur. Asalni desertga tortamiz. Baron, Hozir esa tug'ilgan Bolalar, siz imkonsiz narsani amalga oshirdingiz. Kutilmagan hodisalarsiz tinch va xotirjam tug'ilgan kuni. Bundan ortig'ini orzu ham qilmagandim. Oy. Oy, masxarabozlarmi? Es tiempo de fiesta. Cha-cha-cha. Xonimlar va janoblar, Deja Vu agentligi o'z mijozlarini qutlaydi. Siz bu kunni hech qachon unutmaysiz. Boshladik. Cha-cha, muchacha, cha-cha, muchacha, cha-cha, muchacha, cha-cha, muchachas, cha-cha, muchachas, cha-cha. Ushbu sayohat xotiralarini siz butun umringiz davomida eslab yurasiz. Balki undan ham ko'proqdir. Cha-cha. Cha-cha, muchachas. Cha-cha, muchachos. Eng nozik ta'bli mijozga mos keladigan uch ajoyib davr sizni kutmoqda.
Cha-cha, muchachos. Cha-cha, muchachos. Siz qaroringizdan umuman afsuslanmaysiz. Cha-cha, muchachos. Oh, señorita. Cha-cha, muchachos. Cha-cha, muchachos. Cha-cha, muchachos. O'rgan kuning bo'lmadi. Ajabo, hammasi muammosiz o'tdi. Birinchi kundanoq men oyning eng yaxshi xodimiga aylandim. Qani bo'la qol, mendan qocha olmaysan. Men esa bu tarafdan ana zo'r. Apa. Bezovta qilayotganim uchun uzr. Sayohat muvaffaqiyatli boshlandi. Mijozlar mamnun. O'ylaymanki, hammasi joyida. Eslatib qo'ymoqchi edim. Siz sayohat uchun kartadan to'lamoqchimidingiz? Qara, qo'yil mana. Boqyapman. Nima? Kartadanmi? Ha, kartadan to'ppa-to'g'ri. Hozir mana oling. Kechirasiz. Bu nima? Mana. Demak, men guruh uchun tur uyushtirdim. O'ylamasdan Barchani sayohatga yubordim. Deyarli oyning xodimiga aylandim. Siz esa to'lov uchun menga qandaydir qog'ozni tutyapsiz. Siz shartnomani imzolagansiz. Bu yerda hammasi aniq qilib yozilgan. Yoki siz hoziroq to'lovni amalga oshirasiz, yoki do'stlaringiz u yerda qisqa qilib aytadigan bo'lsak, butunlay qolib ketishadi. Sen kartamni nima qilding? Ey, ko'rsishqon. Kartami? Mana sizning kartangiz. Voy, yaramas. Hali shunaqami? Bo'lmasa, mana senga. O'zingdan ko'r. Hozir. Qani. Mana, yaxshilab chayna. Yaxshilab yut. Suv beraymi? Suv beraymi? Chayna. Hey, sen nimalar qilyapsan? La'nati ko'rsishqon. Muchachos. Cha-cha, muchachos. Yaqinlashma. Yana. Qani, hammani ortga qaytarchi. Bo'lmasa hozir seni shu joyni o'zida. Bo'lmasa nima? Siz xirana puldan foydalanishni bilmaysiz. Yaxshi, ushbu noyob uskunani o'zimga qaytaring. Senga yaqinlashma dedim. O'tni ushlang. Faqat bu emas. Namuncha katta bu pasharlar, qiziq. Men ajoyib. Qiziq, men o'zi qayerga tushib qoldim? O'tgan haftadagi payshanbaga o'xshaydi, yo'q, o'sha kuni yomg'ir yog'ayotgandi. Qani, bu yerni bir ko'raylikchi. Mana senga haqiqiy tabiat. Mazza.
Yo'q, kerak yo'q. Ay, kelmasa mayli. Ay. Shu yerlarda o'lib ketaman deb o'ylagandim. Bu senmisan? Ajoyib! Mana endi mazza qilib o'ynaymiz. Axir bu xronopultku. Uni qanday foydalanishni bilasanmi? Albatta, juda oson. Mana bu tugmachaga, bunisi esa barmog'im va bam! Mana shu yerdaman. Ha, hammasi tushunarli. Yana nima bo'lsa bo'ldi, uslubini qo'llabsan-da. Hey, biz endi yana birgamiz. 2 marta ko'proq xursandchilik, shodonlik va bitmas tuganmas o'ylar. Biroz jim tursang-chi. O'ylab ko'rishim kerak. Hozir. Ha, albatta, qaysi raqam haqida o'yladim? Ha, Maynovochilik qilma. ha, to'g'ri. Ya'ni albatta, unday emas. Mayli, hech qisi yo'q. Xo'sh, senga nima bo'ldi? Asabiylashyapsanmi, a? Asabiylashyapsanmi? Ha, agar sen ham bu o'rmonda men kabi hayot kechirganingda qanday asabiylashmasligingni bir ko'rardim. Ha, hafta juda qiziqarli kechgan shekilli. Ha, hafta bo'lganda mayli-ya. Shu yerga tushganimdan beri har daqiqa faqat o'z hayotimni saqlab qolish haqida o'ylayman. Men hamma uchun yemish manbaydek ko'rdaman. Bu yerda hatto kichik hasharotlar ham meni yeyishga urindi. Har kuni o'zimga ertangi kunni ko'rarmikanman deya savol berardim. Ertangi kunni. Oho, demak sen bu yerni yaxshilab o'rganib chiqibsan. Bu yerdagi eng qiziqarli joylarni ko'rsata olasanmi? Dinozavrlarda uchishga ham ulgurgandirsan, maza qilib. Sekinroq, bu juda xavfli. Qo'rqqanimdan qaltirayapman. Hamma xursandchilik o'zimga bo'lsin deyapsanmi, a? Menga ishon, bu yerda seni xayolingga ham kelmagan narsalar bor. Ishon. Zerkanimda o'zimni shunday o'taman. Hoy, masxaraboz, meni eshit. Omon qolishning birinchi qoidasi ko'p shovqin solmaslik. Qoida? Biz axir hech qachon qoidalarga bo'ysunmaganmiz. Ha, shuning uchun ham biz shu yerdamiz. Agar dinozavrni gazakka aylanishni istamasang, aytganlarimni so'zsiz bajar. Uni yutib yubordingmi deb o'ylabman. Men esa yutib yuborardim. Ammo endi urinib ham ko'rmayman. Men bu belgilarni avval ham ko'rgandim. Ehtimol bu do'stlarimiz tushib qolgan davr ramzlaridir. Agar pultda ushbu ramzlarni belgilab chiqsak, unda bu bizga xo'sh. Hozir atigi 5 daqiqaga bachkana qiliqlarni qilmay turishning iloji bormi? Qiyon voy. Voy bo, o'zimni tutishim endi senga yoqmay qoldimi? Avval ikkimiz ham o'zimizni shunday tutardik va bu hammaga yoqardi. Avval hech kim meni har kuni yeyishga urinmagan. Shu ham muammo bo'ldimi? Janob Mijg'ov. Sekinroq demaganmidim. Yo'q. Ikkinchi qoida. Mendan beruxsat bu yerda hech narsaga teginma. Bo'ldi, menga buyruq beraverma. Nimaga ruxsat berishni men o'zim hal qilaman. Axir men senman-ku.
yodingda ko'tarildimi? Hech qachon. Men sendek bo'lmayman, chunki endi sen quyonvoymasan. Sen anti quyonvoysan. Ya'ni shalpang quloqsan. Mana sen kimsan? Boshlik. Meni birinchi bo'lib yeyishadi. Shunda seni ahmoq va o'jar yuzingni boshqa ko'rmayman. Ikkimizni ham yuzimiz bir xil. Ammo mayli, seni birinchi yeb qolsin. Ranapul. Bo'ldi. Endi tamom bo'ldik. Qutulib qoldik. Qutulib qoldik. Nimadan? Dinozavrni qo'lga olish o'rniga men bir mijg'ov bilan va hatto qayerdaligini ham bilmay o'tiribman. Tavba. Qayerdaligining nima ahamiyati bor? Asosiysi xavfdan xoli joydasan. Xavfdan xoli bu eng zerkarli joy. Sekinroq. Biz o'zi qayerdamiz? O'rta asrda. O'rta asr juda qiziq davr-ku. Bu axir ritsarlar, jodugarlar va ajdarlar davri. Yo'q, bu vabo tarqalgan antisanitariya va tutqunlik davri. Albatta. Unday bo'lsa ham emas-ku. Sabina, kecha qatlga chiqdingmi? Yo'q, kecha kuni bilan vabodan qiynalib yotdim. Unda sog' bo'l. Qo'lmoqqa soli, u har kimni oyoqqa turg'azar va jangdan oldin har qanday qo'rqoqni qahramonga aylantiradi. Shahar ahli, asaldan shirin, qatldan ham qiziqroq narsa bormi? Bor. Albatta, bu hammasini birlashtiruvchi ritsarlar turniri. Voy, jangmi? Endi zerikmaymiz shekilli, Qayoqqa? Asal va tomosha. Asal va tomosha. Uzoqlashma. Nima? Oziq-ovqat g'amlash payti? Kechirasiz, o'tib ketsa maylimi? Ko'rish chiqqani shartnomasiga ko'ra maymoqvoy va bug'voy shu yerda bo'lish kerak. Qurol-yarog' va kiyimlar sotamiz. Shoshilamiz. O'g'il bolalar va qizlar uchun. S o'lchovli, M o'lchovli tezroq keling olib qoling. Ey saralari! Kelib qolinglar. Kelib qolinglar. Asal va tomosha. Asal va tomosha. Balki ular o'sha yerdadir. Asal va tomosha. Asal va tomosha. Balki ular shu yerdadir. U yerga qanday kirib olsa ekan? Ey, quyonvoy! Quyonvoy! Shalpang quloq bu yerga. Men tomosha qilish uchun zo'r joy topdim. Haqiqiy turnir-ku. Diqqat! Bosh sovrin uchun bellashuvni boshlaymiz. Bizning homiymiz shaharda birinchi raqamli asalsa. Haqiqiy asalaridan haqiqiy asal. Har ehtimolga qarshi ogohlantiraman. Ko'rgazmadagi haqiqiysi emas. Qara. Buni qara. Ayiqlar bug'ular ustida. O'tir. Bu axir bug'ularni xo'rlash-ku. O'rta asrlarda bug'ular aholini eng past tabaqasi hisoblangan. Ulardan faqat miniladigan hayvon sifatida foydalanishgan. Buni sen qayerdan bilasan? Bu haqda sayohatimiz shartnomasida yozilgandi. Bug'voyga bu yoqmaydi albatta. Menimcha, u bundan xabar topib bo'lgan. Demak, g'oliblik uchun birinchi da'vogarni kutib olaman. Bo'lishi mumkin emas. Siz kimsiz o'zi? Siz bu yerda bo'lmasligingiz kerak edi. Lekin asal uchun men hamma narsaga tayyor. Bitta bochka asal deb o'zimizni bunday xatarga qo'yishimiz ahmoqlik emasmi, Kim ko'p gapirma. Xabaring bor. Bu yerda gapirilgan bo'g'ularni yoqtirishmaydi.
Meni jonu dilim. Uning raqibi hech qachon hech qayerda hech kimga yengilmagan qora yerlik qora ritsar. Asal. Kechirasiz uzr. Ruxsat bering. Voy, aslida men bu yerda emasdim. Asal. Boshladik. Jangga kirib jangga, jangga kirib jangqil, jangga kirib jangqil, jangga kirib jaksonlar. Senga ishonamiz biz, hammamiz ham sen tomonmiz, urg'o'la. Barakalla, sen raqibni holdan toydirmoqchimisan? Shunchaki men yashashni istayman. Jang! Bug'voy, sen g'alabaga qarshi tomonga yuguryapsan. Qo'limdan keyin g'olib bo'lishni kecham istamayman. Ha? Yomonmas. Voy. Yaxshi. Ozgina dam olib, yana jangga. Yo. Men hali yoshman. Faqat bugun emas, bu yerda emas, va bu tarixiy emas. Agar sen shartnoma yashlab o'qiganingda bu g'oyni o'rta asrga hech qachon jo'natmagan bo'larding. Quyonvoy! Ortga qayt! Voy, devorga asabiylashyapsan. Hozir nishonni aniq olsa bo'ldi. Voy! Mana unga ko'rsatib qo'y. Voy, quyonvoy ovozga o'xsharkanmi? Ey, meni ortga qaytaringlar. Zolimlar! Feodalizm sartqitlari! Bunchalik nozik bo'lmasa bular. Sudyaga shunchalik hazil qilgandim. Shunga meni haydash kerakmidi? Ochinglar deyapman sizlarga. Maymoqvoy. Quyonvoy, sen ham shu yerdamisan? Maymoqvoy. Rosa qiynalganga o'xshaysan. Seni kaltaklashdimi? Yo'q, faqat bir necha yildan beri yeyishga urinishyapti. Buni uyushtirganni ushlab olsaydim, men o'shani... Maymoqvoy, men Quyonvoyman, haqiqiysi. Voy, Quyonvoy. Bunisi-chi? Bu esa shalpon-quloq, vaqt oralig'idagi paradoks. Tushuntirishga vaqt yo'q. Uning uzoq qarindoshiman deb hisoblab qo'ya qolaylik. Ha, juda ham. Tushunarli. Bug'voy qayerda? Men 2 oydan beri bu yerdaman. Tabiiyki, bir tomchi ham asal siz. Shuning uchun bir marta o'zimni sinab ko'rmoqchi edim. Qoidaga ko'ra, yengilganni bug'usi g'olibga topshiriladi. Sen hali nima bug'voyni yutqazib qo'ydingmi? Quyonvoy. Ha, ana shunday nima desam ekan? Unga qarang, shunchalik ham mas'uliyatsiz bo'lasanmi? Bug'voyni yutqazish qandaydir bir bochka asal uchun. Agar bir qop sabzi uchun bo'lganda ham seni tushunardim. Kechirasiz. Men qadimiy bug'ular tilini bilmayman, ammo gapingizga albatta qo'shilaman. Voy, namuncha qo'l bo'lmasang, yomon bug'voy. Unday qilma, bu yomon.
Sekinroq. Biz yetib keldik. Hamma yoq tinch. Bug'voy, sen shu yerdamisan? Mening qadrdon do'stlarim, men shu yerdaman. Ha, shu yerdaman. Hozir to'xtab tur. Ushla. Bu senga. Bug'voy, asta ko'taral. Biz seni qutqaramiz. Sekinroq ortamiz. Buncha og'ir bo'lmasang. Uzr bug'voy, meni kechir. Voy, bo'ldi, tinchlan. Bo'ldi qilsangchi. U emas. Yana bittasi. Senga bu yerda nima kerak? Bu menman Maymoqvoy. Bug'voy, uzr, seni tanimabman. Yaxshi, ushla beri iltimos. Voy, dahshat, qo'rqib Sen uni hozir shunchaki aylantiryapsanmi? Qog'ozlar yo'q-ku. Ancha yillar davomida shartnomang meni yagona hamrohmidi. Shu bir hovuch qog'oz bilan suhbatlashdim, taom yedim, uxladim. Uni har bir harfi, har bir satri, vergul va nuqtasigacha juda yaxshi bilaman. Bo'pti endi. Qani bo'lmasa menga aytchi. 4-betida nima haligi? Qarindoshi, uzoq qarindosh. Ha, bo'pti, menga qara. Sen o'sha sariq tugmachani ham bosib ko'rdingmi? Ular juda o'xshashar ekan. Ha, xalaqit berma. Eslashga harakat qilyapman. Xo'sh, agar bunisini aylantirib bunga bog'lasam, unda ana o'zi ham keldi. Sizni topganimdan juda ham mamnunman. Hech kim joyidan qimirlamasin. Afsuski, vaqt oralig'ida muammolar yuzaga kelmasligi uchun hammangizni yo'q qilishimga to'g'ri keladi. Siz bo'lmasangiz muammo ham bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Yo'q qilish, kechirasiz, bu nima degani? Nima desam ekan? Mana hozir ha, mana shunga o'xshash. To'xta! Bir soniya. Hozircha bir-biringiz bilan xayrlashib olishingiz mumkin. 3613-turga aloqada. Kechirasiz. Kompaniya muzeyidan noyob eksponat yo'qolgan. Vaqt mashinasining ilk nusxasi Xronobot yo'qolibdi. Nima? Yo'qoldi? Balki uni joyini o'zgartirishgandir. Shuningdek, modda akkumulyatorini Bunga ishonish qiyin. Kim buni qilishi mumkin? Bu haqida biron bir axborotga ega bo'lsangiz, darhol bizga ma'lum qiling. Ha, albatta. Yaxshi qoling. Qayerda to'xtagandik? Yo'q qilishda. Rahmat. Ammo boshlashdan avval, ya'ni tugatishdan demoqchi edim. Iltimos, Xronopultni menga qaytaring. Gracias. Voy, Xronobut torlik qilmayaptimi? Chidasa bo'ladi. Ammo shaxsiy uskunamni yo'qotganimni idoradagilar bilib qolsa, men hech qachon oyning eng yaxshi xodimi bo'lolmayman. Bizni bu yerga jo'natgan qumursqa shu emasmi? Mazkur ajoyib sayohat uchun siz minnatdorchilikni Qani bu yoqqa berchi. qaytar. Oyning eng yaxshi xodimi bo'lsinga o'zini topgan. Mana buni burilish desa bo'ladi. Seni deb bundan ayrilishni istamayman, ahmoq quyoncha. Tungi soat 2. Hamma yoq jimjit. Voy, bug'ular! Och bo'linglar! Bug'ular qirqilishinglar! Yo'q, qismatim shu ekan. Bu achchiq taqdir. Afodiyda bo'l.
uni olib quyonchadan qovurdoq qilsa ham bo'ladi. Voy, bunisi endi ortiqcha. Menga Nobel mukofoti berilishi kerak o'zi. Salom. Ko'zlaringiz nuri biz notavonlarni ayanchli qismatimizni yoritgay. Boshlayvering. Len son yol len ay 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 long dong ding ya again son yong long 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 go ya yang gong ya ni ji yong la ay sinken Bu qanday bema'nilik? U qaysi tilda kuylayapti o'zi? Bu xorijlik qo'shiqchilar Yaponiyadan kelishgan. Aytishlaricha, ular faqat bambuk barglaridagi shudring tomchilaridan taomlanishgan ekan. Bu qishloq aktyorlari doim maxsus effektlardan noto'g'ri foydalanishadi. Men qayerdaman? Bu choymi? Bunda qaytaring. Shakarsiz ekan. Yoki sizni mijozlarni qora ro'yxatiga kiritaman. Olib qo'ychi. Bunda qaytaring. Bosirlik emas. Biznikilarni kaltaklashyapti. Qanchalik xavfli ekanligini siz tushunmayapsiz. Qanchalik xavfli ekanligini siz tushunmayapsiz. Voy, dahshat. Eski tanish-ku. Oldiga boramizmi? Qolganlar esa qurbon bo'ladi. Ana, yaqin bosh. Yalsa bosh tenib senga. Mana qurboning. Bu oxirgi umidimiz. Yo'q, bu men uchun juda muhim. Bo'lgancha bo'ldi. Alo, bo'lyaptimi? Hozir meni bu yerdan chiqarib oling. Tezroq. O'ngga burilish, bo'laman. Tezroq, o'ngga burilish. Operatorimiz bo'shish bilan sizga javob beradi. Atina! Chaqmoqliq. Yo'q. Lekin bunaqasi bo'lmagan. Kechdi shekilli. Shu yerga qo'ramiz. Bu yana nima? Rahmat. Yonuvchi bo'ldimi? Yo'q, sen-chi uchding.
keldikda o'zi ham. Kechirasan do'stim, ammo sen marraga oxirgi kelding. Quyonvoy bas qil. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. To'xta, yangi do'stimiz bilan suratga tushmaymizmi? Bu yerda fotoapparat ixtiro qilishganmikin? Yaxshisi u yerdan qoch. Qoch dedim senga. Bo'pti, shirinligini qara buni. Bu nima qilyapti o'zi, ha? Stajyor 3630. Meni eshityapsizmi? Hammasi joyidami? Hammasi joyida. Birga bo'lsak bo'ldi. Birga bo'lsak bo'ldi. Qolganini farqi yo'q. O'zimga o'zimni havasim kelyapti. Ay, voy, voy. Rosa maza qildikmi? Mana shunday xursandchilikdan keyin o'zimni hayotga qaytgandek his qilaman. Xursandchilik? Axir o'lishimizga bir baqiya qoldi-ku. Shalpan quloq, atrofimizda zamonlar o'zgarmoqda. Ming yilliklar, sen esa tosh davridagidek mijg'ovligincha qopsan. Sen esa muammodan boshqa hech narsaga yaramaydigan foydasiz bir matoqsan. Sening mas'uliyatsizliging tufayli biz hozir shu yerdamiz. Buni tushunish uchun hatto aqling ham yetmayapti. Tushunyapsanmi shuni? Buni tushunish uchun hatto aqling ham yetmayapti. Ey, shalpan quloq, ming'allayverma. Bilasanmi? Shalpan quloq gaplarni boshqacha talqin qiladigan bo'lsak, umuman olganda men ham uni gaplariga qo'shilaman. Sen yolg'iz emassan, bo'g'voy. Nima? Axir siz bu sayohat uchun mendan minnatdor bo'lishingiz kerak. O'zi qachon oxirgi marta biz shunday xursandchilik qilganmiz, Quyonvoy, bu yerga hali seni deb tushdikmi? Sen xuddi bir yomon ish bo'lgandek gapiryapsanmi? Nimasi yaxshi? Hali shunaqami? Bilasizmi nima? Siz shalpan quloq bilan qolavering. U ham siz kabi bir mijg'ovda, men esa qarigunimcha xursandchilik qilaveraman. Ketdim. Doim vaqtidan avval qarishdan qo'rqardim. Quyonvoy, qayerga? Ey, Quyonvoy, bo'pti. Quyonvoy, to'xta. Mana sizga tanishuv klubi. Juda sho'x yigitlar ekanmi? Do'stlarimga bu yer yoqqan bo'lardi. Hech qisi yo'q. Bir mensiz yashab ko'rishsinchi. Yana oldimga yalinib kelishadi hali. Quyonvoy, seni g'oyalaringsiz zerikdik. Sen juda quvnoqsan. Sen bilan qiziq edi. Men esa bilmasam deyman. Agar kelishmasa-chi? Boshqa yerga berkinsak bo'lmaydimi? Juda ham ovloq joyda. Henry, bu ajoyib joy. Bu yerdan hech kim bizni qidirmaydi. Aqli bo'lsa bu yerga yaqinlashmaydi ham.
Pastga, tepaga asablarni zo'r tinchlatirar ekan. Zo'ravonlik haqida o'ylama. Zo'ravonlik haqida. Yuz gram sabzi sharbati. Dunyodagi eng keraksiz mavjudot uchun somonchayam. Quloq qo'y, mana so'raganing. Avalam, siz bilan ko'rishganmizmi? Ha? Meni birov bilan adashtiryapsan. Yo'q, esladim. E'lonni ko'rgandim. Axir sizni qidirishyapti-ku. Men esa hech kim qidirmaydi ham. Men hech kimga kerak emasman. Hech kimni men bilan ishi yo'q. Xuddi hayotim kabi bo'mbo'sh. Demak, seni hech kim qidirmayapti. Xuddi shunday. Uni bu yerdan yo'qoting. Bo'ldi. Qo'yib yuboringlar meni. Hey! Afsha! Janoblar! Ming bor uzr. Mijozlar bilan ham shunday muomala qiladimi? Shuning uchun ham bu yerga hech kim kelmaydi-da. Xizmatimizdan qoniqmadingizmi? Mana shikoyat daftari. Qarang, ruchkam esimdan chiqdi-ku. Hoy yigitlar, ruchkangiz yo'qmi-da? Menga sizni dastxatingiz yoqmadi. Aslida bu metafora edi. Bu esa meni quyonim. Hech ham uni quyoni emasman. Hech ham unday emas. Afsha! Buvim uchun sovg'a edi. Bo'ldi. Voy, yetar. Jonga tegdi. Tashlab qo'yaymi? Afsha! Judayam qo'rqinchli joy ekan. Bu yerda do'stlarimiz qanday sinovlarni boshdan kechirganini tasavvur qilishga ham qo'rqaman. Dahshatli joy ekan. Sekin, bu nima ovozi?
Voy. Tug'ilgan kuning bilan. Bu qanaqasi? Qayerdamiz? Bu yerda nima bo'lyapti? Tushunmadim. Hozirgina maymoqvoyi tug'ilgan kunida o'tirgan edik. Keyin esa bats. Kimdir menga buni tushuntirib beradimi? Hozirgina, Biz esa bir haftadan beri shu o'rta asrda haligi qiynalyapmiz. Bir hafta? Ha, men esa bir hovuch guruch uchun bir oydan beri shu yapon do'mbirasini chalyapman-ku. Ba'zida xursandchilik ham qildik, to'g'rimi? men esa bir necha yildan buyon dinozavrlarga yem bo'lmaslikka harakat qilib keldim. Xronopult berilgan nuqtaga aniq yubora olmaydi. Doim kichik xatolik bo'ladi. Xo'sh, bu nima degani? Yashayotgan vaqtingizdan qanchalik yiroqqa ketsangiz, xatolik shuncha ortaveradi. Demak, siz omadli ekansiz-da. Uyga qaytish vaqti kelmadimikin, a? Bo'lmasa bu yerda o'zimni biroz noqulay his qilyapman. Yo'q, hali hamma yig'ilmadi. Nega endi ikki quyondan aynan pulda yo'g'i menga ro'baro keladi? Ikkisidan ehtimollik 50-50. Ha, sen omadsizsan. Kalish kiygan byurokrat. U bizga yana kerak bo'lib qolishi mumkin. Kimga? Hatto do'stlarimga ham kerak emasman. Balki ular allaqachon uyga uchib ketishgandir. Bo'lishi mumkinmas. Agar birortangiz qaytangiz ham menga sayohat tugash haqida signal keladi. Demak, ular meni tashlab ketishmabdi-da. Faqat yagona istisno bu seni etaging. Shalbon qilami? U vaqt oralig'ida paydo bo'lgan bir paradoks holat. Qaytishi bilan darhol yo'q bo'ladi. To'xtang! Shalpang quloqni ogohlantirishimiz kerak. Siz unday qila olmaysiz. U axir yo'q bo'lib ketadi. Yo'q! Voy, voring! Men yemish topish uchun do'mbrani chalishdan ham og'irroq ish bo'lmasa kerak deb o'ylagandim. O'rta asrda o'zing nima bilan shug'ullanding? Kimyogarlik qildim asosan. Alkimiyo sohasida. Bu nimasi? Qiziq. Qiyomoy bu yerda bo'lganga o'xshaydi. Qadrdonlar bilan yana ko'rish juda maroqli-da. Sen bizga do'st emassan. Menimcha hamma shu yerda. Yo'q, yana kimdir yetishmayapti. Siz mabodo uni qidirmayapsizmi? Shalpon quloq, meni eshit. Sen buni bilishing kerak. Qaytishing bilan seni. Adolatiy kelishuvga nima deysiz? Sizga sevimli qiyofangiz, menga esa o'zimga tegishli bo'lgan narsani qaytarasiz. Xo'sh, nima deysiz? Bu yerda unga nima tegishli? Menimcha bu falsafiy voqelik bo'lsa kerak. Men pultni nazarda tutgandim. Pultni quyonga almashtiramiz. Xo'sh. Le tronco hito es moto. Bo'la qoling. Rosa toto. Boshqa yo'l yo'q deb qo'rqaman. Hammasi mukammal, toza bo'lish kerak. Aks holda Nahotki mana shundan keyin ham tinch uxlasangiz, vijdoningiz bormi o'zi sizni, a? haqiqiy agentlarda vijdon bo'lmaydi. Razido, baba. Yaxshi boring, menga u yerdan yana xat yozib yurmang. Baribir javob qaytarmayman.
Hasta la vista, amigos. Hasta la vista, amigos. Yaxshi qoling, ahmoqlar. Hasta la vista. Shapkor, ko'zoynagingni artib ol. Uni ushlang. Yovvoy, tezroq, bu yoqqa sakra. Hozir. Uni boshqa yo'qotmayman. Yovvoy. To'xta, senga bir gapni aytishim kerak. Poyezdni to'xtatishimiz kerak. Hoziroq. Sen buni bilishing kerak. Keyin bilishim kerak bo'lganini bilib bo'lganman. Qolganlarni qutqar. Men senga ishonaman. Biz bir jamoamiz axir. Bir jamoamiz. Xo'sh, nega jimsiz janoblar? Yo'l kira to'lashni unutmadingizmi? Bosh qo'ylashni to'xtating. Tezroq, tezroq. Hayotimdagi eng rasvo kun shu bo'ldi. Bu men bilan sodir bo'lgan eng yaxshi voqea. Qayerga ketyapmiz? Bu ishni shu yerda hal qilish kerak. Sizni bekatingiz. Uzun quloq, mani mendan ko'rasan. Bu o'ylaganimdan oson ekan. Hamma shu yerda. Yovvoy qayerda? Bo'ldi. Bu yerdan qochish kerak. Mana xolos. Menda yomon bir xabar bor. Qumbarona juda xavflidir. Diqqat, stajyor 3630. Darhol aloqaga chiqing. Odinga sharaflar bo'lsa. Stajyor 3630. Darhol aloqaga chiqing. Birinchidan, salkam agent 3630. Ikkinchidan, men guruh uchun tur rasmiylashtiryapman. Bu yerda aloqa yaxshi emas. Keyinroq qo'ng'iroq bo'ldi endi uzun quloq. Hozir pulni qaytar. Bo'lmasa mendan ortga nima? Bu siz uchun bir tomonlama sayohat deb qo'rqadim.
Ha, unutman. Siz hammangiz qora ro'yxatga kiritilgan mijozlarsiz. Xayr. Gel. Xavfli signal. Kompyuter vaqt anomaliyasi. Qaytarman. Vaqtinchalik emas. Vaqt anomaliyasi. Bu mashg'ulotlar emas. Qaytaraman. Bu mashg'ulotlar emas. Stajyor 3630-chi. Darhol aloqaga chiqing. Qaytaraman. Darhol aloqaga chiqing. Darhol aloqaga chiqing. Stajyor 3630. Darhol aloqaga chiqing. 3gacha sanayman. 1 2 yarim. Yo'qmi? Men hozir go'shakni qo'yaman. Ushladim. Go'shakni qo'yaman dedim. Hey, boshchiqonlar, bizni bu yerdan chiqaring. Obyektlar yaqinlashtirildi. Portalni ochish mumkin. Singulyarlik bizga yordam bo'lsin. Diqqat, portal ochildi. Bunday parvozlar uchun endi qarlik qilarkanman. Ha, shi. Ammo masxarabozlarga bo'lgan qo'rquvim yo'qoldi. O'z vaqtida keldingiz. Deja Vu kompaniyasi o'z mijozlarini ko'rib turganidan juda ham mamnun. Buni eshitib bo'ldik. Albatta, biz kichik tushunmovchilik uchun sizdan uzr so'raymiz. Bu, bilsangiz, haligi kollaps, vaqt kollapsi. Siz haqsiz albatta, ammo menga ishoning, sug'urta barcha zararni qoplaydi. Vajabo, men sendan buni kutmagandim. Sen zo'r ekansan-ku. Bu suvenir esa siz uchun kompaniyamizdan maxsus sovg'a. Ammo Mutaxassislarimiz vaqt oralig'ida yuzaga kelgan xatoliklarni tozalab chiqqach, sizlarni yana o'z zamonangizga qaytarishadi. Tozalash dedingizmi? ammo Tozalash deganingiz nimasi? Diqqat, tizimni qaytadan ishga tushiramiz. Yo. To'xta. To'xta. Sharpay quloq. Seni ogohlantirishim kerak edi. Sen qaytmasliging kerak. G'oyib bo'lishing mumkin. Chunki sen Vaqt paradoksi. Ha. Men buni mezozoy davridayoq tushungan edim. sen buni bilarmiding? Hamma vaqt bilganmisan. Shunga qaramay bizni ortga qaytarmoqchimiding? Meni o'rnimda sen qanday yo'l tutarding? Hey, hozir xayolimdan nima o'tdi? Selyotka. Ammo biz endi hech qachon ko'rishmaymiz-ku. Bu axir nohaqlik-ku. Albatta uchrashamiz. Biz axir bir jamoamiz. Nima? Qanday? Qachon? Nima qolib ketding, Qo'zivoy? Ana topdim. Mana endi to'liq o'xshash ish bo'ldi.
nihoyat. Men esa seni shu supurgida uchib ketgansan deb o'ylagandim. Qo'zilar supurgida uchishmaydi. G'aroyib. Qiziq uslub. Ilk flamanderlar davriga o'xshab ketadi. Yana bugun nonushtada yegan muzqaymog'imni ham. Yo'q, bu yerga emas. To'xta. Sal qoldi. Joyiga tushma-ku. Menga qarang, qordan nima yasadingiz, a? Mutanosiblik ko'rinmayapti. Qandaydir kulgili kompozitsiya. Qarg'a amaki esa buni flamandlar dedi. Noto'g'ri tushunibsan. Men muzqaymoq haqida gapirgandim. Ehtiyot bo'linglar. Ozgina mos kelmadi. Ajoyib. Bilasizmi nima? Menga esa ana shu flamandlar ko'proq yoqadi. Flamasterlarni bunga nima daxli bor? Bir narsalarni o'ylab topasizda. Uxlash kerak. Aytishlaricha, vaqt o'tgan sayin biz ham o'zgarib boramiz. Bugun men kechagidan ko'ra boshqacharoq bo'lsam-chi? U holda men kimman? Hali ham Quyonvoymi? Yoki shalpang quloqmi? Kapatich qimirlamang, butun kompozitsiyani buzyapsiz. Mana tuyog'i ham tushib ketdi. Voy, kechirasiz. Zamonaviy yo'nalishlarni unchalik suyavermayman. Ajoyib chiqdi. Shalpang quloq boshqacha edi. U juda mehribon va uddaburon edi. Men doim shalpang quloqning oxirgi so'zlarini eslayman. Ya'ni yana sen bilan uchrashamiz degan va'dasini va nimani nazarda tutganini endi tushunayotgandek bo'lyapman. Ammo bugun emas, Quyonvoy, bugun emas. Hey, kim bunday xursandchilik qiladi? Balki buni professorga ishonib topshirarsiz. Masxarabozlar ham bo'ladimi? Meni dinozavrlar bilan qo'rqitamiz deb o'ylagandingizmi? Chichorani xom sanabsiz. Kim oyni eng zo'r xodimi? Albatta men. Men eng zo'raman. Meni o'z g'orim va mevalarim va burgalarim bor. Agent 3630 doim eng zo'ri bo'lib qoladi. Cha-cha, muchacha. Muchacha. Ho. Film Edu Media Corporation buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi.